Mana 1 yil davomida ishlatdi, uskuna unaqa buzilish, nosozliklar kuzatilmadi. Yo'q, nosozlik, buzilishlar yo'q. Pryannik ishlab chiqarish uskunamiz ishlash jarayonida mana uy sharoitida 220 ga ishlaydigan, sizlar ko'p so'raysizlar, uskuna olgan odamlarni ko'rsatinglar, misol chiqarish jarayonini deb shunga mana keldik. Bizdan uskuna sotib olgan opamiz oldiga hozir sizlarga to'liq ish jarayonini boshidan tanishtirib o'tamiz. Video qiziq bo'ladi. Undan bosib oxirigacha kuzatishni maslahat beraman. Mana sizlar ko'rib turgan bu joydan xamirimiz solinadi, nerjavikadan bo'lgan. Tepada ikkita joydan bo'lsa, nachinkalar solinadi. Ichidagi qiyom, moloko sosalaring va e'tibor beringlar, ko'pchilikda bu ikkita bo'lmaydi, bitta bo'ladi. Bitta bo'lsa ulgurmay qolishligi mumkin. Biznikida ikkitali va 220 ga ishlaydi. Aytganimda ham bu yo'g'i nerjavikadan bo'lgan. Va bunda pryannik, misol kojik mana bunaqalar chiqadi. Shu apparatimiz o'zi va mana bu lentada tayyor, sizlar ko'rib turgandek kojiklarimiz chiqadi. Apparatda ham ba'zilar so'raydi, mana ovoz baland emasmi deb, unaqa ovozi baland emas ko'rganlaringdek. Bu listlarda duxovkaga solinadi keyin. Mana duxovkamiz 220 harorat turibdi, ichida pryannik pishyapti. Mana ko'rib turganlaringdek sal ko'tarilib pryanniklarimiz pishyapti. Xuddi shunday narigi kojiklarimizni ham shuning ichiga solib, o'zi maxsus haroratida pishirsa bo'laveradi. Duxovka Xitoyda ishlab chiqarilgan. Mana bu yerda esa mana duxovkaga maxsus stabilizator sotib olishgan. Stabilizator toklarni stabil qilib turadi. Ya'ni o'ynaganda bu apparatlarga zarar tegishini oldini oladi. Bu yerda esa mana pryanniklarimiz, bu tayyor holatimiz. Buning ustiga hali glazur, pudra urish jarayoni ham bor. Pudra urilgandan keyin tayyor holatga keladi. Bu esa mana tayyor pryannikimiz, ichida qiyomi bor, ustiga mana pudralari urilgan. Shu tayyor holatda bo'ladi. Mana oxirgi bosqich, mana bu maxsus Imron pryannik uchun korobkalar, shularga pryanniklarni solib chiroyli qadoqlanadi. Mana ichida paket, uning ustida korobka. Mana hozir shu uskunani sotib olib, 1 yildan ziyod vaqtdan beri shu kojik pryannik ishlab chiqarayotgan opadan ozgina feedback olamiz. O'z fikrini bildiradi uskuna haqida, chiqayotgan mahsulotlar haqida. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Uskuna yaxshi ishlayaptimi? Chiqqan mahsulotlar ma'qul bo'lyaptimi? Bir og'iz gapirib o'tsangiz. Uskuna yaxshi, ancha og'rimiz yengil qilgan. Mahsulotlar yaxshi chiqarib beradi. Mana 1 yil davomida ishlatdi, uskuna unaqa buzilish, nosozliklar kuzatilmadi. Yo'q, nosozlik, buzilishlar yo'q. Bir tekis chiroyli ishlayapti. Xo'p, ishingiz ham tezladi. Ancha. Tezlagan. Undan oldin qo'lda tayyorlagansizlar bu narsalarni. Qo'lda oldin 1 soat qilsak, bunda yarim soatda chiqarib qo'yapmiz mahsulotlarni. Shunaqa tezladi. Hech qanday kamchiliklar kuzatilmadi, buzilishlar 1 yil davomida bo'lmadi, shunaqami? Yaxshi ishlayapti, hech qanday buzilmadi. Yana nimalar bo'lsa shu uskunada ishlash jarayoni tezlab yo yaxshilangan bo'lardi, siz fikringizcha? Nimalar qo'shilsa, qanaqa qo'shimchalar bo'lsa? Mana qisqacha sizlarga tushuntirib o'tdik, chiqarish jarayonlarini ko'rsatdik. Kimda qanaqa savol bo'lsa kommentlarga yozamiz, o'z fikrlaringni va bundan bosib do'stlarimizga ulashib qo'yamiz. Kim shu uskunani izlayotgan bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan raqamlarga yoki Telegram username'larga murojaat qilib, buyurtma berib shu uskunalar sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.